1938-yil 4-oktyabr O'zbekiston tarixida musibat bilan eslanuvchi kun. Qonxo'r diktator Iosif Vissarionovich Stalinning qattol rejimi ostida millionlab insonlar surgun qilindi, qamaldi. Millionlab insonlar esa shunchaki otib tashlandi. Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Sulaymon aytishlariga qaraganda, o'sha paytlarda haddan ziyod ko'p insonlar o'limga hukm qilinganidan, yozuvchi va shoir Cho'lponga navbat kelganda jallodlarni va bu inson qiyofasidagi iblislar shoirni bolta bilan chopib tashlaydi. Qarsaklar chaldi o'zbek, Cho'lponni boltalashdi, pashshalar gulzorlari bilan boltalashdi. Xoinlar kuni tug'di, she'riyat quyoshi botdi, boltalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Kechirgan Turkiston, bo'lolmadim posponing. Kechir, men qarab turdim, qaqradi bog' bo'stoning. Mozidan izla javobni, qonlaring yer talashdi, otgan o'qlari qolmay Cho'lponni boltalashdi. Nima bo'ldi ekan uning so'nggi so'zlari? O'shanda tuyog'i najosat bosib to'ng'izlar kezdi gulshanda. Qurbonjon dodxo misoli Madaminbekni aldashdi. 1938 Cho'lponni boltalashdi. Usmonga nasib etmadi o'z yurtidan bir mozor. Hurlikni orzu qilgancha o'tdi tuprog'iga zor. Cho'lpon Fitratni nima sababdan qamashdi? Jallodlar o'q topolmay Cho'lponni boltalashdi. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanni qo'lida jon berdi baholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Dushman bolangni otgan olovga. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanni qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Jallodlarni etmagan ehtimol, jallod urdi, xoin o'rtada dallol, yuraklar muzladi, qarg'alar sovuq qotdi, ruslar bolta charxladi.